Yosh ayol kechasi ishdan chiqib piyoda uyiga ketayotgan edi. Har doimgidek shahar markazi bo'm-bo'sh. Bu unga yoqmaydi. Yaxshiyamki bir haftadan keyin u uyiga yaqin joyda yangi ish boshlaydi. Hozir esa uning musiqasi to'xtaydi. Telefonning zaryadi o'chib qolgan. Endi avtobusda zerikib o'tirishiga to'g'ri keladi. Shunda u nimanidir sezadi. Qarasa, qarama-qarshi tomonda qorong'ulikda bir katta soya ko'rinadi. U yurishni tezlashtiradi. Lekin soya ham ko'chalarning yoritilmagan joylaridan unga mos yurmoqda. Ayol cho'ntagidagi gaz purkagichni ushlaydi. Orqasiga qaraydi. Soya endi ko'chani kesib, unga yaqinlasha boshlagan. Ayol tezlik bilan yaqin oradagi tor ko'chaga burilib yuguradi. Yugurganicha orqasiga qaraydi. Ammo hech kim yo'q edi. Baribir to'xtamay yugurishda davom etadi. Nihoyat, avtobus bekatiga yetib keladi. Nafasini zo'rg'ayotganida yana soya ko'rinadi. Bu safar to'g'ridan to'g'ri unga qarab kelmoqda. Ayol gaz purkagichni hozirlab oladi. Shunda bekat birdan yorug' bo'ladi. Avtobus yetib kelgan edi. Ayol unga shoshilinch chiqadi va haydovchiga "Bunday baxtli bo'lmagan edim" deb aytadi. Ammo haydovchi javob bermaydi. Faqat unga qarab turardi. Ayol orqa-roqqa o'tirib joylashadi. Derazadan tashqariga qarab tinchlanishga harakat qiladi. Biroq yo'l davomida avtobus odatdagidan ko'ra hech qayerga to'xtamaydi. Nega to'xtamayapti deb o'ylaydi. Shunda u o'z bekatiga yaqinlashayotganini ko'radi. Qo'ng'iroqni bosadi. Avtobusda "To'xtash so'raldi" degan chiroq yonadi. Lekin haydovchi na sekinlashadi, na to'xtaydi. Qiz yana signalni bosadi, lekin hech qanday javob yo'q. U o'z uyi yonidan o'tayotganini ko'rib, "Hey, bu mening bekatim" deb baqiradi. Ammo haydovchi uni e'tiborsiz qoldiradi. Qiz oldinga yurib, "Eshityapsizmi? Bu mening bekatim" deydi. Yana jimlik. Nihoyat, uning yelkasiga qo'lini qo'yganida u o'giriladi va o'lik tanaga ko'zi tushadi. Qiz qichqiradi va orqaga tortiladi. Haydovchi o'lik, biroq rul o'zi harakatda davom etmoqda. Qiz vahmiga tushib eshikni tepadi, lekin ochilmaydi. Dvigatel g'uvillab tezlik oshadi. Qiz orqaga yuguradi. Orqa eshik ham qulflangan. Avtobus tezlashib, burilishda uni devorga uradi. Ammo ventilyatsiya teshiklaridan yashil gaz chiqayotganini ko'radi va ko'rgan oxirgi manzarasi shu bo'ladi. Avtobus shahar chetidagi kimsasiz joyda to'xtaydi. So'ng g'ildiraklari ochilib, uzun qora oyoqlarga aylanadi. Avtobus oyoqlarida turib oladi. Tomi esa ikki ulkan qanotga aylanadi. Keyin u osmonga sakraydi va uchib ketadi. Bechora qiz qayerdan bilsin? Qochgan xavfidan-da yomonroq narsaga o'z ixtiyori bilan chiqqanini. U SCP-2086 deb nomlangan xavfli hodisaga duch keldi. SCP-2086 bu jamiyat orasida yashirin holda harakatlanadigan hasharotlar guruhiga mansub g'ayrioddiy jonzotlar. Ular avtobus yoki boshqa jamoat transportiga o'xshaydi va o'z-o'zlarini ovlaydi. Tashqi ko'rinishlari metal plastikka o'xshab ko'rinsa-da, aslida ular maxsus hasharotlar qobig'iga o'xshash moddadan iborat. G'ildiraklari esa uzun oyoqlarga, tomi esa ulkan qanotlarga aylanishi mumkin. SCP-2086 yashirin holatda ov qilish uchun ko'chalarda erkin harakatlanadi. Faqat yaqin kuzatuv orqali uning haqiqiy mohiyatini bilib olish mumkin. Avtobusning faralari ham biologik tuzilgan bo'lib, ular SCP-015 va SCP-745 dagi kabi yirik bioluminessent ko'zlarga o'xshaydi. SCP-2086 ni o'rganish natijasida uning yurak, miya va oshqozon kabi ichki a'zolari borligi aniqlangan. Bu organlar uning ichki qismidagi polga joylashgan. Uning oyoqlari nafaqat harakat uchun, balki buyumlar bilan ham ishlashda ham foydali. Ular bir necha marta chiqindilardan oddiy boshpanalar qurayotgani kuzatilgan. Qachonki SCP-2086 o'z inida bo'lmasa, u ov qilish rejimiga o'tadi. Odatda u shaharning bir chekkasiga uchib boradi va u yerdan yo'nalishni boshlab odamlarga to'la avtobusdek harakatlana boshlaydi. Odamlar uni oddiy avtobus deb o'ylab, hech qanday xavf sezmay unga chiqishadi. Ammo bu mavjudotda odamlarni chalg'itish uchun yanada dahshatli hiyla ham bor. Old o'rindiqda o'tirgan haydovchi aslida odam jasadi bo'lib, u qotib qolgan, laklangan holatda o'tiradi. Uning tanasida ulanib turgan ingichka tolalar bu jasadni harakatlanayotgandek ko'rsatadi. SCP-2086 yetarlicha otam yig'gach, ichki ventilyatsiya teshiklaridan xushsizlantiruvchi gaz chiqaradi
Bu gaz odamlarni xuddi xlorofrom kabi hushidan ketkazadi. Ammo mavjudot darhol ulardan oziqlanmaydi. Ularni iniga olib boradi. Ana shu yerda chinakam dahshat boshlanadi. Uning inlari ko'pincha tashlab ketilgan metallom yoki chiqindi maydonlarda joylashgan bo'ladi. Bu yerda SCP-2086 ning yosh, kichik versiyalari yashaydi. Voyaga yetganlari odatiy avtobus kabi 17 tonnagacha vaznga ega bo'lsa, yoshlarning vazni atigi 200 kg atrofida. Biroq ular tezda o'sadi. Voyaga yetgan SCP-2086 odamlar bilan to'lgan holatda iniga kelgach, eshiklarni ochadi va yoshlar ichkariga kirib ovqatlana boshlaydi. Bu vaqtda yo'lovchilarda gazning ta'siri yo'qola boshlaydi. Ammo endi kech. Yosh SCP-2086 odamni tashqariga olib chiqadi va uning kapoti ostida joylashgan teshikka tiqadi. Bu teshik hazm qilish tizimiga olib boradi. Yo'lovchi haydovchi o'rniga joylashtiriladi va bu joydan ingichka tuklar uning tanasiga kirib, qonni so'ra boshlaydi. Bu paytdan boshlab u endi nafaqat o'lja, balki navbatdagi haydovchi jasadiga aylanadi. Qon to'liq so'rib olingach, oziqlanish naychalari ichkariga tuzli suyuqlik yuborishni boshlaydi. Shu bilan birga ichki bo'limda lakka o'xshash suyuqlik bilan to'lish boshlanadi. Bu ikki ta'sir jasadni balzamlaydi va uni saqlab qoladi. Keyinchalik esa u yangi avlod SCP-2086 uchun haydovchi sifatida ishlaydi. Bu jarayon juda tez sodir bo'ladi. Yangi tug'ilgan SCP-2086 atigi bir hafta ichida yetilishi mumkin, agar yetarlicha oziqa ola olsa. 8 kunda esa ko'payish qobiliyatiga ega bo'ladi. Urg'ochilari 20 tagacha avlod tug'a oladi, lekin ularning butun umri 12-15 kunni tashkil qiladi. Voyaga yetmasdan SCP-2086 larning yana bir vazifasi bor. Ular yashirin ravishda shahar bo'ylab yurib, avtobus bekatlaridagi belgilarni olib, ularni boshqa joylarga, ko'pincha iniga olib boruvchi marshrutlarga o'rnatadi. Katta SCP-2086 lar keyinchalik aynan shu yo'nalishlar bo'ylab harakatlanadi va odamlarni ovlaydi. Bu mavjudotlar dunyo bo'ylab yirik shaharlarda uchraydi. Shuning uchun SCP boshqarmasi muntazam ravishda ommaviy transportlardan foydalanadigan, keyin g'oyib bo'lgan odamlar haqida xabarlarni kuzatib boradi. Agar in topilsa, u joy kimyoviy portlovchi moddalar yordamida to'liq yo'q qilinadi. Ilgari tirik namunalarni ushlab, ularni o'rganishga urinishlar bo'lgan. Hozirda 5 ta SCP-2086 namunasi maxsus angarda joylashtirilgan. Ularning qisqa umr ko'rishi va tez ko'payishi sababli mavjud namunalar soni doimiy o'zgarib turadi. Bu esa ko'pincha mavjudot D sinfi xodimlar soniga bog'liq bo'ladi. O'ldirilgan namunalar yo'q qilinadi yoki maxsus sovuq omborlarga yuborilib, chuqur tahlil qilinadi. SCP-2086 jamoat transportidan foydalanuvchi oddiy odamlar uchun eng xavfli anomaliyalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun u Keter toifasiga kiritilgan. Aniqlangan kolonalar yo'q qilinishi mumkin, ammo hali topilmagan inlar qancha ekanligi noma'lum. Shuning uchun keyingi safar avtobusga chiqayotganingizda uni sinchiklab o'rganing. Bo'lmasa, u sizni orzu qilmagan joyingizga olib borishi mumkin. Endi borib Dr. Bobning fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCP-ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.